Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Harbiy prokuraturasi tizimida xizmat qilib kelayotgan xodimlar o'rtasida balla ayollar ko'rik tanlovi bo'lib o'tdi. Yangi O'zbekistonning vatanparvar ayollari shiori ostida o'tkazilgan tanlov chinakam bekalarning mahoratini chig'iriqdan o'tkazdi. 7 shart va 17 nafar ishtirokchi har bir shahar va viloyat nomidan ishtirok etayotgan ayollar yuqori darajada faollik ko'rsatib, tomoshabinlarga hatto bayramona kayfiyat ulashishga sababchi bo'ldilar. Ayniqsa Mohir Bekajon shartida ishtirokchilar chevarlik bobidagi iqtidorlarni namoyish etishdi. Unda bahor fasliga hamohang turli gullar shaklini sodda tarzda yaratishdi. Xullas, shu kabi dars, ayol go'zallik timsoli, milliy va zamonaviy raqs, karving san'ati hamda bahrubayt shartlari ham juda qizg'in kechdi. Yer bo'yi ters aylandi, o'rmonlikka tabibga yirtqich bo'ri saylandi. Yetar menga yoqmasa, senga yoqqan yigitlar, biladiga zanjirdan tillanaqan yigitlar. Yakuniy natijalar eng kuchlilarini saraladi. 3-o'rin Farg'ona va Namangan harbiy prokuraturalari vakillariga nasib etdi. 2-o'rinni Jizzax viloyatidan kelgan xodima band etdi. Mutlaq 1-o'rin O'zbekiston Respublikasi harbiy prokuraturasi mahkamasi xodimasiga nasib etdi. Bayramni Talla ayollar ko'rik tanlovi bilan Mohir Bekajon dasturi orqali boshlab berdik. Jamoaning ishonchini oqlash maqsadida qatnashdim va ko'rib turganingizdek, tanlovning 2-o'rinini egalladim. 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan yurtimizdagi jamiki go'zal va mo'tabar ayollarimizni, munis va mehribon onaxonlarimizni samimiy muborakbod etaman. Ko'rik tanlov yakunida Qurolli Kuchlar Markaziy ashula va raqs ansambli tomonidan namoyish etilgan konsert dasturi barchaga bayramona kayfiyat ulashdi. Xuddi shunday tadbir O'zbekiston Respublikasi Harbiy prokuraturasi tomonidan poytaxtimizning Bektemir tumanidagi umumta'lim maktablari o'qituvchilari o'rtasida ham o'tkazildi. Tanlov davomida har sohada ilg'or bo'lgan ishtirokchilar bor mahoratlarini namoyon qilishdi. Ularning natijalarini Mudofaa vazirligi, Milliy gvardiya, Toshkent harbiy okrug qo'shinlari qo'mondonligi, Bektemir tuman hokimligi vakillaridan iborat hakamlar hay'ati xolisona baholab bordi. Tanlov so'ngida g'olib va sovrindorlar maxsus diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi.